Tadbirkorlikni rivojlantiruvchi muhim omillardan biri soliq imkoniyatlari. Bu tizimga o'zgarishlar bosqichma-bosqich tatbiq qilinmoqda. Soliq yukining yengillashishi biznes egalarini qo'shimcha imkoniyatlarni ishga solishga undamoqda. Sohadagi soddalashtirilgan tartib foyda va daromad ko'rsatkichini barqarorlashtiradi. Davlatimiz rahbarining joriy yil 26-maydagi tegishli farmoni mazkur tizimdagi o'zgarishlarni yanada jonlantirdi. Mavzuni muxbirimiz davom qildiradi. Tadbirkorlarga berilgan imtiyozlar ishbilarmonlikni rivojlantirish va kengaytirishni ta'minlaydi. Davlatimiz rahbarining joriy yil 26-maydagi kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi farmoni soliq rejimini yanada qulaylashtirishga imkon berdi. Mazkur farmon bilan qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha soddalashtirilgan tartib joriy qilindi. Yana bir o'zgarishlardan biri aytishimiz mumkinki, tadbirkorlik subyektlari 2026-yil 1-iyundan boshlab 2030-yil 1-yanvarga qadar qo'shilgan qiymat solig'ini soddalashtirilgan tartibini tanlash huquqi berdi. Bular oldin 12% la soliq to'lab kelgan bo'lsalar, endilikda bular 6% lik qo'shilgan qiymat solig'ini to'lash imkoniyati yaratildi. Bu qaysi sohalar deydigan bo'lsak, savdo, umumiy ovqatlanish va xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik subyektlari ushbu imkoniyatdan foydalanishlari mumkin. Urganch shahridagi mana bu ovqatlanish korxonasi uchun ham soliq sohasidagi yengilliklar faoliyatni kengaytirishga turtki bo'ldi. Foyda solig'i bilan bog'liq imtiyozlar bundan bir necha yil oldin amaliyotga joriy qilingan edi. Farmonga ko'ra esa imkoniyatlar yanada ortdi. Oldinlari ba'zi mahsulotlar savdosi faqat plastik kartalar orqali qabul qilingan bo'lsa, endilikda naqd pul shaklida ham jarayonni tashkil qilish mumkin. Lekin xaridorlarga QR kodli xarid cheklari berilishi shart. Bizning umumiy ovqatlanish restoranimiz 2018-yilda tashkil topgan. Hozirgi kungacha 170 dan ziyod ishchi bor. Yana ham ko'payishi mumkin. Yaqinda yana qo'shimcha qurilishlar qilib turibmiz. Bir loyihamiz bo'ldi, u ham yaqinda ochildi. Chakana savdo faoliyati bo'yicha avvalgi eski binoni olib, shuni yangidan rekonstruksiya qilib, u yerdan chakana savdo faoliyatini yo'lga qo'ydik. Tadbirkorlarga yana bir qulaylik yaratilgan tarafi foyda solig'ining 15% dan 7,5% ga tushgani bo'ldi. Keyin ba'zi mahsulotlarni faqat plastik terminal orqali to'lov qilish joriy qilingan edi. Undan bekor bo'lgani biz tadbirkorlar uchun yengillik yaratdi. Farmonga ko'ra, umumiy ovqatlanishda qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha keshbek 40% etib belgilandi. Qo'shimcha qiymat solig'iga o'tish chegarasi oldinlari 1 milliard so'm bo'lgan bo'lsa, endilikda 5 milliard so'mni tashkil qiladi. Bu kabi imtiyozlar kichik biznes vakillariga iqtisodiy imkoniyatini mustahkamlash uchun katta qulaylik deyish mumkin. Zero soliq tadbirkor yukini og'irlashtirishga emas, yengillashtirishga xizmat qilsa, iqtisodiyotda o'sish va yuksalishga erishiladi. Davlatimiz rahbarining mazkur farmoni ana shunisi bilan ahamiyatli. Farmon doirasidagi amaliy harakatlar bilan tadbirkorlik qamrovini oshirish, daromad manbaini barqarorlashtirish va sohaga samarali loyihalarni jalb qilishga erishish mumkin.